mana 2010 mana oxirgisi 2017 ekan, 2017ga mana hozir 7-8 yil bo'lyapti. Mana shularni hammasini 2025-yilda qayta ishlab, yangi nimalarni kiritdik. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz studiyamizga yo'l qurilishi sohasidagi yetakchi mutaxassislardan biri professor Abduboqi Qayumovni taklif qildik. Yangi hujjatni yaratishda qaysi eski me'yoriy normalarga tayanilgan? 2025-yili men va meni rahbarligimda Toshkent davlat transport universiteti, shuningdek Toshkent davlat texnika universiteti olimlari bilan birgalikda biza IQN 121-25 ya'ni O'zbekiston sharoitida avtomobil yo'llari poyini loyihalash va qurish bo'yicha ko'rsatmalar ishlab chiqdik. Mana bu ko'rsatmalarni ishlab chiqishda shu mavzularga oid bajarilgan oldingi me'yoriy hujjatlardan foydalandik. Ya'ni 2010-yilda ishlab chiqilgan Mishen 47/2005 quruq iqlimli sun'iy sug'oriladigan hududlarda avtomobil yo'llari poyini loyihalash va qurish bo'yicha texnik ko'rsatmalar, 2010-yilda ishlab chiqilgan qumli cho'llarda avtomobil yo'llari poyini loyihalash normalari, shuningdek 2017-yilda ishlab chiqarilgan yuqori namlikdagi gruntlardan avtomobil yo'llari poyini qurish bo'yicha yo'riqnomalardan foydalandik. Qayta ishlash jarayoni qanday amalga oshirildi? Eskirgan qoidalar to'liq bekor qilindimi yoki kerakli qismlari saqlanib qoldimi? Bizga ma'lumki, har 5-10 yilda, ayrim holatda zarur bo'lsa 3 yilda me'yoriy hujjatlar qayta ishlab chiqiladi. Shunga asosan biz mana shu yuqorida ko'rsatgan 3 ta me'yoriy hujjatni qayta ishlab chiqdik. Shu bilan birgalikda qayta ishlash jarayonida shu me'yoriy hujjatlarga oxirgi 3-5 yillarda shu fan taraqqiyotida olingan yutuqlarni ham foydalandik. Masalan, aytadigan bo'lsak, mana 2010-yilda quruq iqlimli sun'iy sug'oriladigan hududlarda avtomobil yo'llari poyini loyihalash va qurish bo'yicha texnik ko'rsatmalar. Biz aytamiz, asosan sug'oriladigan hududlar bu yerda ko'proq cho'kuvchan gruntlar deb aytamiz, lo's gruntlari deb aytamiz. Lo's gruntlar yoki cho'kuvchan gruntlar bu suv nam teyishda o'zini og'irligi natijasida u cho'kadi. Shuning uchun cho'kuvchan deb aytamizki, mana bunaqa cho'kuvchan gruntlarda avtomobil yo'llarini qurishda albatta shu yer osti suvlariga nihoyatda biza katta e'tibor berilgan bo'lishimiz kerak. Yer osti suvlari nima qiladi? Sug'orish jarayonida ko'tariladi. Ko'tarilish natijasida yo'l poyi namlanadi va yo'l poyi namlanish natijasida u o'zini yuk ko'tarish qobiliyatini yo'qotish natijasida avtomobil yo'llari cho'ka boshlaydi. Mana shu cho'kishini oldini olish uchun oxirgi paytlarda biz bilamizki, keng miqdorda hayotga har xil geosintetik materiallar, geopanjaralar qo'llanib borilyapti. Mana shu geopanjara, geosintetik materiallarni shu cho'kuvchanlikni oldini olish uchun nima ishlar qilish kerak? Qanaqa bir texnologiyadan foydalanish kerak? Geosintetik materiallar tuproq cho'kishining oldini olish uchun qanday foydalanishi mumkin? Shu geosintetik materiallar, har xil o'sha panjaralar, tekstillardan foydalanish nuqtai nazaridan ko'rsatmalar kiritildi. Albatta bu ko'rsatmalarni kiritishda biza mana bu lo'ssimon gruntlarda yoki yuqori namlikda, biza nima uchun yuqori namlikda deymiz? Yuqori namlikda bu gruntlarni izlashtirish jarayonida biz bilamiz, optimal namliksiz izlashtiriladi. Bu albatta bahor paytlarida ma'lum bir kunlarni talab qiladi. Aytaylik, erta bahorlarda qanaqa bo'ladi gruntimiz namligi? Albatta optimal namlikdan yuqori bo'ladi. Yuqori bo'lgan paytda ham albatta yo'l qurish mumkin bo'ladiki, qachonki biza undan o'sha muhandislik tadbirlarni qo'llasak. Haligi aytganimdek, hozirgi paytda o'sha foydalanib ketgan darnit, terra, bidim degan aytaylik materiallardan foydalanib qurishi texnologiyalarini taklif qilgan biza. Endi keyingisi mana bu yerda
qumli cho'llarda avtomobil yo'llarni poyini loyihalash yo'riqnomasi bu MQN 77 2009 deb aytiladi. Bu qumli hududlarda. Endi qumli hududlarda bo'yicha qurilishga oid me'yorli hujjatlar shuni ko'rsatadiki, asosan vazifalardan bittasi bu shu yo'llarni qum bosishdan nimada saqlashimiz kerak ekan. Agar biz adabiyot tahlil qiladigan bo'lsak, shu yo'llarni, ayniqsa temir yo'l nuqtai nazaridan temir yo'llarni qum bosishdan saqlash bo'yicha juda ko'p ishlar qilingan ekanki, avtomobil yo'llariga nisbatan kam ishlar qilingan ekan. Shuning uchun biz shu avtomobil yo'llarini qumni bosishdan saqlash uchun nima ishlar qilishimiz kerak? Yoki bo'lmasa o'sha qumni o'zini holatiga qarab, qumlar o'zi bilamiz har xil bo'ladi. Juda harakatchan, sekin harakatchan, sekin jiljimaydigan qumlar. Mana shularni mustahkamlash kerak bo'ladiki, bu mustahkamlash nuqtai nazardan nimalar ishlatishimiz mumkin? Misol uchun mana biz o'zimizning me'yoriy hujjatlarda keltirilgan neft mahsulotlari, poliakrilit yelimlari, sirt faol moddalar, nerozin, gasipol smola, lateks, dekstrin va hokazo. Shuningdek, qamishlardan foydalanish, har xil panjaralardan foydalanish bo'yicha o'zimizni takliflarini kiritganmiz. So'nggi 5 yil ichida joriy qilingan qaysi ilmiy yutuqlar va texnologiyalar ushbu hujjatga kiritilgan? Bu qilingan ishlarning hammasi O'zbekiston sharoitida, shu sug'oriladigan hududlarda, yuqori namlikda quriladigan yo'l poylarida, shuningdek qumlardan quriladigan yo'l poylarini mustahkamligini oshirish, ularni etiklik yuk ko'tarish qobiliyatini oshirish, mana qumli sharoitda o'sha qum bosishi yo'lini olish yoki o'sha lo'simon gruntlarda cho'kish hodisalarini olishga qaratilgan ishlarni o'z ichiga qamrab oladi. Demak, yangi hujjat eski tajriba va eng so'nggi innovatsiyalarning uyg'unligidir. Mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur.